Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, mana shu mebeldan srochka yasash kerak. 15 kunda faqat. Qani ko'ring aka. Aka, buningizni hasadini o'ziga bir 15-20 kun ketadi-yu. Bir qarang buni obkalatlari, bu qoshlari ko'p ekan вообще. Aka, hech qanaqasiga iloji yo'qmi? Tezlashtira olmaysizmi shuni? Yo'q, umuman iloji aka. Mayli aka, unda boshqa joyga borarman. Bo'ldi, qarang. Hop, charchaning. Hop. Qatta qildirsam bo'larkan, ha. Mayli, bir gap bo'lar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, mana shu mebeldan yasash kerak. Faqat 15 kunda-da, aka. Bo'ldi, xudo xolis qo'ldan kelgancha vaqtida bitirib berishga harakat qilamiz. Aniqmi aka, ish qilib, ko'p joyga bordim. Menga 15 kundan ko'p so'rab ketishyapti. Allab ketmaysizlarmi ishqilib oxirida? Yo'q, aka, ne unaqa deysiz? Decor Pro'ni eshitmaganmisiz? Yo'q. Aka, Decor Pro'da yarim tayyor MDF mahsulotlarni ishlab chiqarishadi. Abreziyasini ko'rsangiz ham bo'ladi. Aka, bizga ham tashlab ketishgan. Xo'p, aka, siz ko'rsatgan men bildik hamma gulli bor ekan o'zimizda. O'shani hisobiga 15 kun ichida bemalol xudo xolisa qilib beramiz. Aka, hozir mana shu gullarni shuni tayyor qilib ishlab chiqarib berishyaptimi? Aka, mana mebel cho'kisam bo'lar ekan. Decor Pro sizning ishonchli hamkoringiz.